har bir musulmon bilishi lozim bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlarida 10 ta ma'lumot. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam 571-yil Makka da tug'ilganlar. Otalari tug'ilishlaridan oldin, onalari esa 6 yoshlarida vafot etishadi. U zot yosh bola paytlarida yetim bo'lib qoladilar. U kishining tarbiyasi bilan bobolari Abdul Mutallib, keyin amakilari Abu Talib shug'ullanganlar. 9 yoshlaridan boshlab amakilari bilan tijorat safarlarida qatnashganlar. U zot o'zlarining rostgo'yliklari, jamiyat oldida hurmatga erishganlar. Amin rostgo'y laqabini olganlar. 25 yoshlarida Xodicha onamizga uylanganlar. 40 yoshlarida payg'ambar bo'lib, 13 yil Makkada, 10 yil Madinada islomni tarqatganlar. Payg'ambarlik 23 yil davom etgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'qish va yozishni bilmaganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 632-yil Madinada vafot etganlar.